Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiya dese de gacıyoruz. Leksiyadan evvel bir işe kız gep kılaylı. Prezident Trump 5. günü Jungo'dan import kılıngan tuvar mallarga yana qayta üstülep 100 milyar dollar tamojni beji koyuş doğrusida Amerika Sodi vekili işxanasının oylanıp körüşünü iltimas kıldı. Yani oylanıp körüşüge iltimas kıldı. Keçiren iltimas kıldı demez. Oylanıp körüşüge körsetme badi. Prezident Trump Jungo'ga yana 100 milyar dollar tamojni beji koyuş doğrusida Amerika Sodi vekili işxanasının oylanıp körüşü doğrusida Prezident Trump körsetmedi. Mana bu baş haber, yani ciddi haber deb sizlarga yetkazdik. Endi bunun tafsilotini anglaysizlar, hurmatli vatandoshlar. Prezident Trump Sodi vekili ishxonasiga Jungo'ga yana boshqadan 100 milyar dollar boj qo'yishni o'ylanish to'g'risida ko'rsatma berdi. Mavzuli haber 6. ayının 6. günü Amerika Ovozinin Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning 4. günü, ya'ni 4. ayının 5. günü bunday jakarlab, "Men aytgandek, Jungo'ning adolatsiz o'ch olish harakatini nazarda tutib, Sodi vakili ishxonasiga Jungo'ga yana qaytadan tamojni beji qo'yishni o'ylanish to'g'risida allaqachon ko'rsatma berdim deb ko'rsatdi. Aqsaroyning bayonotchisi prezidentning bayonoti to'g'risida mundaq ko'rsatdi. Jungo o'zining nomuvofiq qilmishlariga to'liqlama elib bormadi. Belki bizning dehqonlarimiz va sanoatimizga ziyon solish yo'lini tanlab oldi. Jungo'ning adolatsiz o'ch olishini nazarda tutib, men allaqachon Amerika Sodi vakili ishxonasining 301-modda bo'yicha Jungo'ga yana 100 milyar dollar tamojni beji qo'yishga bo'lamdi yo'q. Agar muvofiq bo'ladigan bo'lsa, qaysi mahsulotlarga shunday tamojni beji qo'yishga bo'ladi? O'ylanib ko'rish to'g'risida ko'rsatma berdim. Men yana Amerika Qo'shma Shtatlari Yezigilik ministrligining ministeriga, ya'ni hukumat kabinetining boshqa a'zolarining qo'llashi ostida huquqidan keng ko'lamda foydalanib, davlatimiz dehqonlarini ve dehqonlarimizning manfaatini qo'g'dash planini amaliylashtirish to'g'risida buyruq berdim. Prezidentning buyrug'i. Prezident Trumpning buyrug'i. Bayonot yana mundaq ko'rsatildi. Gerçi bu hareketler bo'lsa-mu, Amerika yanala erkin, adil, o'zaro manfaat yetkazishga bergan va'dalarni ishga oshirishni qo'llash hamda davlatimiz shirkatlarining texnikasini va aqliy mulk huquqini va xalqimizni qadam-qadam qo'g'dashni ishga oshirish to'g'risida muhokama olib berishga tayyorlar. Savdo qo'rg'onlari ag'dirib tashlanib, Amerika va butun dunyoning iqtisodiy oshirilishi kerak. Savdo qo'rg'onlari ag'dirib tashlanib, Amerika ve bütün dünyanın iqtisodiy oshirilishi kerak. Men Amerika şirketleri ve hizmetçilerinin bütün dünyada adil raqobat qilish iqtidorini o'stirishga kuch chiqaraman. Men adolatsiz savdo tadbirlarining Amerikaning manfaatiga ziyon solishiga abadiy yo'l qo'ymayman. Endilikle muşa haberge münasebetlik yani bir parça haber. Prezident Trump Jungo'ga üstelep tamojni beji qo'yishni o'ylashganda, Beijing
her kandak bedel töleşke karamay zerbe birimiz dedi. Mavzulu haber 4. ayının 6. günü Amerika vazının Xitay tili programımız ilan kılın. Haber bundak başlan. Washington Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump cuma günü, yani 4. ayının 6. günü seherdə Saudi vakili işxanasının Jungo'ga, yani üstülep 100 milyar dollar tamojda beji qo'yishni o'ylanib ko'rishga ko'rsatma berdi. Jungo Saudi ministerligi tushdan keyin bayonot e'lon qilib, Amerikaning so'zlariga va harakatiga qaraymiz. Agar Amerika taraf öz beşimchilik qilaveradigan bo'lsa, Jungo taraf oxirigacha elishidi. Hamda har qanday bedel to'lashga qaramay zarba berdi. Bayonotda yana mundaq ko'rsatildi. Jungoning Saudi urush qilg'isi yo'q. Lekin Saudi urushidan qo'rqmaydi. Agar Amerika yakka bir taraflik va Saudi qo'g'dinish bilan davomli shug'ullanadigan bo'lsa, Jungo cho'qim yangi tadbirlar bilan taqobil turib, davlat va xalqning manfaatini qo'g'daydi. Prezident Trump hukumati 4. ayning 3. kuni zo'r ko'lamda har yili 50 milyard dollar o'pchorisida Jungodan import qilingan tovar mallarga ustilab boj qo'yishning darajasini e'lon qilgandan keyin Jungo Savdo ministerligi darhol bayonot e'lon qilib, Amerika tarafining harakatini ayblab, Jungo yaqinda Amerikadan import qilingan tovar mallarga o'xshash kuch ishlatib, o'xshash ko'lamda, o'xshash tadbir qo'llanadi deb gapsatib, Amerikadan import qilingan tovar mallarga 50 milyard o'pchorisida boj qo'ydiganligini o'xshash kunda jakarlagan edi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Dal Jungo taraf mushunda qiyofat va usul bilan adolatsiz o'ch elishni yo'lga qo'yganlikdan men Amerikaning Saudi vakili ishxonasining Jungoga yana 100 milyard dollar o'pchorisida tamojda beji qo'yishini o'ylanib ko'rish to'g'risida ko'rsatma berdim. İnkas birinci, mushu oxirgi xabarga yozilgan inkas birinci. Amerika uyg'ondi. Dunyo uyg'ondi. Sobiq prezident Reagan bilan tanglashalaydigan buyuk prezident Trump Jungo kommunist banditlar 2001-yildan boshlab ko'ranligan harbiy kengaymachilik qilishni boshlagan muqimlikni qo'g'dash tadbirlarigacha xarjlagan pul butunlay Amerikaga ziyon solgan qizil raqamdan kelgan puldir. Hurmatli prezident Trump, sizning bu dana siyosatingizni qo'llaymiz, oxirigacha qo'llaymiz. G'ayrat qiling, prezident Trump efendi. Bu mening oxirgi so'zim.